Ona qorniga osilib turgan laxta qon. Erkak spermatozoid hujayrasi ayol tuxum hujayrasi bilan birlashgan paytda bo'lajak chaqaloq homilasining dastlabki tuzilmasi vujudga keladi. Biologiyada zigota deb nomlangan bu toq hujayra shu zahoti bo'linib, ko'paya boshlaydi va bir parcha go'shtga aylanadi. Ammo zigota bo'shliqda rivojlanmaydi. U ilgaksimon o'simtalari bilan ona qornining devoriga zulukdek yopishib oladi va go'yo daraxt yerga tomir otgandek ildiz ota boshlaydi. Mana shu mexanizm tufayli homila ona qorniga so'rilib, ona organizmiga kelib tushayotgan barcha kerakli elementlar bilan oziqlana boshlaydi. Aynan mana shu yerda Qur'oni Karimning ajoyib mo'jizalaridan biri namoyon bo'ladi. Oyatda ona qornida o'sa boshlagan hujayra zigota haqida so'z ketganda, laxta qon iborasi ishlatiladi.